Assalomu alaykum, meni kuzatayotgan barchaga. Bugungi videomiz ham maktab mavzusida bo'ladi. Qizimning ustozi tabiiy fan darsligida non dasturxonimizga qanday yetib keladi mavzusida ochiq dars o'tkazishini va bolalar mavzu yuzasidan loyiha ishini yasab kelishlarini topshirib, qizim bilan har doimgidek maslahatlashib ishga kirishib ketdik. To'g'risi bunaqa fan borligini qizim maktabga chiqqandan keyin bildim. Plastilindan har xil turdagi nonlarni yasab, guash yordamida bo'yab chiqdik. Bug'doy dalasini o'xshatish uchun qurigan o't bo'shoqlaridan foydalandik. Yoshligimizda bu o'tni kis deb atardik. Va albatta haqiqiy bug'doy donlaridan ham foydalandik. Bug'doylarni yopishtirishda temir klaydan foydalandik. Tegirmonni charxpalagini va un qoplarni ham plastilindan yasab guvashda bo'yab chiqdik. Har bitta yasagan detallarimizni 3 martadan bo'yab chiqdik. Rangi shunda tiniqroq va chiroyliroq bo'lib chiqadi. Plastilin yasayotganimizda tagiga pishiriq qog'oz ishlatdik. Shunda plastilinni otganimizda yopishib qolib, o'z shaklini yo'qotmaydi. Boshlang'ich sinfda o'qiyotganimda mehnat darsida dadajonim loydan toshbaqa yasab gazda quritib bergandilar. Toshbaqani kosasidagi chizgan naqshlari hali ham esimdan chiqmaydi. Ertasi kuni maktabga rosa xursand bo'lib borgandim va tarix qaytalandi. Xuddi shu kayfiyatda qizalog'im maktabga ketdi. Aslida bolajonlarimizni xursand qilish unchalik qiyin emas. Qimmatbaho o'yinchoqlardan ko'ra o'z qo'limizda yasagan narsalarimiz ularni ko'proq xursand qiladi.